Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi 7-qism. Men ishkab aynikidan uning bu aptini ko'rib, asta yuvashlab qoldim. Agar shunday qilmay, yana uning tishiga tegib olsam, o tirnoqlarini birli shiltsa, beshim o'zlib ketadigan qiladi. Chunki Hasanjon akamning o'limi dal mening oldiraqsonligim tufayli kelib chiqqan edi. Men uningga asta yilingan qiyofatda "Men sizni olsammi olay, ammo meni qo'yib eting" dedim. O bu gapimni anglab, qo'lig'imga yaqin kelib, to'van ovozda "Axloqni ishlat, meni qo'l silishga majburlama" deb qo'yib, asta joyiga berib o'ltirdi. Ammo uning menga qarashlari xuddi uzun yil ko'rishmagan oshiqining didoriga zor bo'lgan ma'shuqdek mehrlik ham ma'nilik edi. Ammo uning chiroyiga ishonish bir ahmoqlik. Men o'z-o'zimga men bu saxta chiroyga ishonmayman. O so'ning yangisimi sana o'xshash chiroyli edi. Sen shu qeri mo'may, meni bilmaydi deb qolma. deganlarni o'ylab, dadam va olimga qarab yana ochiqim keldi. Chunki ular hali hammo sat hiljalishib, masxir qilyotdi. Men ullik ahongda "Bo'ldi qilishamsizlar amdi. Bu yana qanday joy ekanligini bilamsizlar. Bu degan" Men shundoq deb turib qoldim. Dadam bilan olim bo'lsa, kulkisini to'xtatib, menga qarashib turadi. Men gapimning oxirini qilsam, yana bir kimlarning Hasanjon akamga o'xshash fojiaga yo'liqishidan ansirab, yerga qarab oldim. Chunki xatolikdan saqlanish uchun yerga qarashni, xatolik ichida yerga qarashdan afzal ko'rgan edim. Baribir bu yerda bo'lib o'tgan ishlarni ularga desammi, men qabristonlik suv kirgizayotgan kundan boshlab o'zimni tushuntirib berolmaydigan bir vahimning iskanchisiga tushib qolgan bo'lg'ashqa, ular menga ishonmaydi. Biz shundoq turganimizda eshikdan bir odam kirib keldi. Men qo'rqib qarsam, u dal hiliqi daldush bo'lib, u kiribla menga va dadamga qarab o'tib, "Go'sh pishay dedi. Go'sh" degili turdi. Men bu gapdan hayron bo'lib, uningdan sal yiroqlashib, "Nima go'sh?" deb so'radim. Qonxo'r siyoqidagi qiz eg'iz ichib, 20 necha yoshlardagi qizlarga xos zil ovozda, "Momam meni shaldida uyga mehmon keladi, yaxshi kutinglar" degan edi. Shunglashqa akam quda bo'lish oldida turyapmiz. Yaxshi kutib olishimiz kerak deb go'sht pishiryapti dedi. Bu mo'mayning sehri kalomatini hammamiz bilgashga, uyga mehmon kelishini oldin bilishimi ajablanarlik emas edi. Ammo bu gapni anglagan dadam xuddi go'sht yapaqmag'iniga 1-2 yil bo'lgandek yeyib, "Qudimizni avor qipti" dedi. Bu masxir aralash gapdan olim yana pixildab kulishga boshladi. Ammo mening bo'lsa xiyolim, aks pishirdig'ini natki go'sht, odam go'shtmidi? Yoki bu qizning akam deb yurgini, men o'g'li deb yurgan ablah shumidi? deganlardi edi. Shundoq turganimizda eshik yana ekilib, iliq qonxo'r bir tanglida bo'ri o'rlab turgan bir necha parcha go'shtni ko'tarib kirib, bizning oldimizga qo'ydi. Ondan u menga sirliq bir qarab, mastmigandek eg'izning burjigida miqida kulgandan keyin yanığı o'tib, "Qani aqsila, beqsila" deb o'ltirdi. Uningda meni ko'rgandiki na hayronlik, na mening bir ishlarni oshkorlashimdan ansirash alomatlari ko'rinmaydi. Balkim buning sababi u allaqachon men ishlarni oshkorlasam, ishkilanmaylar bizni o'ltirib etishni ko'ngliga pukib bo'lgan bo'lsa kerak. Bu chaqda qizim qaysi kundagi bir chaynak chayni elib kelib, hammamizga bir piyoldan choy qo'ygandan keyin bizni go'sht yeyishga taklif qildi. Men asta choyga qaradim. Bu dal men bu uyga dastlab kirganda mo'may menga damlagan qon aralash choy bo'lib, piyolda qip-qizil qon ejlihodek laylab turadi. Men piyoldan beshimni ko'tarib, dadam va olimni bu choyni ichishga bo'lmaydi deydi turishimga, dadam "Esil choykan, haqiqatan esil choykan" deydi. Men ig'izimning uchiga kelgan gapni yutib etib, oldimga qarsam, olimmi bir parcha go'shtni elib, xuddi osh bo'rdek g'ajlab etibdi. Bularni ko'rib, ulardan biroqli umidimni uzib tursam, olimning qiliqlarini oz degandek, dadammi bir parcha go'shtni qo'liga elib g'ajlayotganda, heliqi yendagi qirg'ini qo'liga oldi. Ko'nglimda, "Endi bir ish bo'ldigan bo'ldi" deb tursam,
u ablah qing'roqni ilib dadamga adab bilan berdi. Men fursat oxiri keldi dedim ichimda. Dadam bo'lsa qing'roq bilan bir necha parcha go'shtni ushshaq kesib, qing'roqni yenida, ya'ni mening oldimda qo'ydi. Qing'roq xilili cho'ng bo'g'ashqa, farzimcha salmoqimi xili ig'ir edi. Agar apchillik bilan u erning bo'yniga yoki beshiga ura olsam, u yer tishlakdi. U yer tishlisla. O oldidagi go'sht yo'q barmoqlarini yalayotgan daldush hech nimaga arzimaydi. Ammo mau xiljin qizga kelsak, har qancha bo'lsa-mu biz degan zabardast 3 er. Uniga tankilalishimiz aniq edi. Ammo harakatim chaqqan ham durust bo'lmaganda cho'qim chatoqning cho'ng chiqatdi. Shunga cho'nqur nafas elib, o'zimni sal tutib olgandan keyin darrov qing'roqni egiz ko'tarib, oldimdagi bu qonxo'r ablahning beshiga nishonlab kuchab urdim. Ming afsus. Qing'roq uning beshiga tikayli deb qolganda, darizning uy ichi tarafga ichilgan bir qontig'i tegib, jarang'ida chiqilishi bilan uy ichi o'rtib bo'lib ketdi. Ular menga tangli yopirilib kelib, meni besib oldi. Ondan dadam varqirab turib, "U tuzkor ablah, men seni obdan bir adablab qo'yay. Hey, manamsa!" deb yuzimdan qas, burnimdan pas chiqarib etdi. Agar shu chaqda olim bo'lmagan bo'lsa, qachong'ich tayoq yeydiganim aniq emas edi. Bir chaqlarda olim meni yo'lab turg'izdi. Atrofga qarasam, heliq hayvon xuddi qo'rqib ketgan odamdek tugilib o'tiradi. Qiz bo'lsa, dadamning qo'liga eslab, meni urmaslikni o'tinayotatdi. Turibla qattiq echindim. Ular o'yin qo'yishga nima degan usta, ha? Ammo nemishqa har qitim yaqin kishilar menga to'sqinlik qildiganda, shularni o'ylab, ichim ochiq bo'lib, u qizga qarab, "O yiligar qanjoq, hammani qilgansan. O buzuq, to'li yaxshi odam qiyofatiga kiribma" deb g'azablanib, mushlarimni ching tukdim. Ammo yanala dadam oldimni to'sib, u qizga qarab, "Sara, qizim, org'am chepgin. Tez, uni momongiz kelguncha bog'lab qo'ymsak, bir ish chiqarib qo'ydigandeklar turdi" dedi. Dadam naqadar sodda, ha? Yilhammo u qiz bilan mo'mayni ayriyanmay yuribdi. Bu chaqda u qiz menga qarab yig'lamsirg'inicha bu uyning ichkarisiga, ya'ni yer osti uy tarafga qarab kirib ketdi. Men turib o'ylab qoldim. Baya dadam uni Sara deb chaqirdi. Demak, u qonxo'r ismini odamlarnikida qo'yibdi. Oradan 1-2 minutlar o'tgandan keyin u qon yo'qi bir og'amchini ep keldi. Farzimcha u Ahmadkamni karvatga bog'lagan heliqi og'amchi edi. Ammo dadam bu xuddi normal bir ishdak arg'amchiga bir qarab etib, olimning yalvurishlariga qarmay meni bog'ladi. Men bo'lsam, nahaqchilik chidamay, "Dada, nima qilyapsiz? Ajibasiz, menga ishonmamsiz? Ular rostliq qonxo'r. Ular odam emas. Ular o'yin qo'yibdi, dada. Siz ularga oldinayapsiz" dedim. Men shundoq deb turishimga, kashtimga yana bir tasdiq tegdi. Meni urgan dadam edi. Qaraganda bu qitam dadamni oldinganligiga ishontirish, uni aldashdimmi tasdiq qiladi. Men bu chaqda bularga gap qilishning ortiqcha ekanligini his qilib, bir eg'zimga gap qilmadim. Buncha tirkishib nima gapdi? Odam bu dunyoda 1000 yil yashasimi, ajal oxiri uninga oromlik bermaydi. Faqat baldur kellik masalasi bor xolos. Ular meni heliqi erning hiligarlik bilan yo'l ko'rsatishi orqasida Ahmadkam bog'langan heliqi karvatga so'rab kelib, bog'lagandan keyin eg'zimni plaster bilan edibdi. Men amdi to'liq tugashgan edim. Men shundoq hammadan umid uzib turganimda, olim meni bog'lab bo'lib, qo'limga bir arqonning uchini tutqizib, menga ma'nli qarab qo'ydi. Bu tarafda yiqilli yerda bir mayuq qozon ham bir o'choq bo'g'ashqa olimning bu harakatini boshqalar ko'migan edi. Odatda biz charchaliklarning bir og'amchi chekish usuli bo'lib, og'amchi chekkanda ikki uchini o'zaro amlashtirib, ikkinchi qatimda bir tarafini qatdab, birinchi qatimga o'xshash o'tkazib, tartibasliklar bo'ladi. Ammo arg'amchini ular mendan yiroqlab bo'lganda ondan yeyishim kerak edi. Shundoq o'ylab bilan yetib, xiyolimga dadamning meni bayatdan dushkanlashlari kelib,
ko'zimni ching yumib, ko'z chanoqlarimga sig'magan ko'z yoshlarimni bulshiga qo'yib etdim. Chunki ilojsizlik, imkonsizlikning ma'nosini amdilardan tushungan bu yuragimning ochiq hislar tufayli to'kilib yerga tushanmagan yoshlarim tarafidan yana og'rishini xohlamaydim. Shundoq turayotganimda tuyuqsiz yumshoq bir qo'l ko'z yoshlarimni surtdi. Cho'chib qoldim. Hamda qarab qo'qqinimdan tipirlab ketdim. Chunki u boshqa biri emas, dal oldingi kuni, dal mush karvatning yanida Ahmad akamning qinini ishgan qonxo'r mo'may edi. Sara siyaqida menga qarab turibdi. Nimish ekan uning qapoqlari ishigan, ko'zlari qizargan bo'lib, uning oldingi kundagi yovuzligidan qalchi asar ko'rinmaydi. U mening qo'rqib ketganimni ko'rib, asta barmoqini eg'ziga akilib, "Gap qilma" deganni ishorat qilgandan keyin yuzimdagi yoshlarimni surtayotgan qo'li bilan plasterni ajratib o'tdi. Ondan asta yuzimni mehr bilan silashga boshladi. Farzimcha hozir uning tirnoqlari temir zig'chidak jinimni elishga tayyorlanayotgan bo'lsa kerak. Bu chaqda esimga olim bergan og'amchining uchi keldi. Ammo men bayatim beri uni nalagadir yo'qitib qo'ygan bo'lib, xeli silashtirib yuribmi, topolmay, eng oxirgi umidimni yo'q chiqqan edi. O'lim hamma odam biladigan, ammo qachon o'lishni, nada o'lishni bilmaydigan oshkor maxfiyatlik. Ammo bu maxfiyatlikning siri bugun mush yerda ichiladiganda qiladi. Shu asnoda hayotimdagi eng yaqin kishilarimni eslab chiqdim. Ular orasida dadam bilan olim hozirma mush yerda edi. Men eng oxirgi nafsimdimi, yanala dadamning tinch omon bo'lishini umid qildim. Meni nima qilsam qil, ammo dadamni qo'yib demoqchi bo'lib, gap qilay deyishimga u gilasdek lavlari bilan eg'izimni etib oldi. Men garchi pari sifat bir qiz tarafidan so'ylayotgan bo'lsam-mu, put-qo'lim bog'liqda bo'g'ashqa bu tangsizlikdan ichimdagi ochiqni hech bir bosamayotdim. Garchi uning razilligi jismimni muzlatsimi, lekin shu topda uningdan kelgan xushallikni inkor qila olmaydim. Lekin menchi bo'lganda so'yish maqsadsiz ham sababsiz baravar bo'lgandala ondan haqiqiy o'rnini topadi. Shularni o'ylab birdilla uning oshko'zlik bilan so'yishlardan o'g'ilchilik his qilib, bog'liq holati bo'g'ashqa uni muram bilan kuchab ittirdim. Put-qo'lim bog'liqlik. Garchi harakatim qulaysiz bo'lsa-mu, u mening hozirgi norozilik kayfiyatimni his qilgan bo'lsa kerak. Mendan ajrab, karvat yanada tizinib o'ltirib, "O'bul, meni kechiring. Bilamsiz, sizni rostla yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'rib qolgan shu kundan boshlab o'zimni bilmay shunchalik o'zgarib ketdim. İnsonga bo'ysunmas bir malika edim. Lekin hozir oldingizda tiz bukib o'ltiribdiman. Bilaman, men sizga va yaqinlaringizga ziyonkashlik qildim. Lekin mening hozir o'ylaydiganim, menga sizga hamroh bo'lib, siz har bir pichirlaganda itoatmanlik bilan so'zingizni tinglash. Hatto meni yaxshi ko'raman degan bir og'iz so'zingizni anglash uchun 1000 yil intizorlikda yashashga men rozi." U shu gaplarni yig'lamsirab qilayotganda lavlari titrab, ko'zlaridan yoshlar mo'ldirligandek to'kiladi. Men uning bu holiga qarab, birda ichim og'irsa, birda uningdan qanday qutulishni o'ylab, uningga "Bo'ldi qil. Sara, meni unutib ket. Sen bilan men bir yo'ldagi odamlar emas. Mening sening yoningda bo'lishim bayni yo'lvos bilan birga turganga barobar. Xushing kelsa meni himoya qilsan, ammo ochiqing kelsa meni bir tishlab o'ltirsan" dedim. Bu chaqda uning ko'zlari yo'g'nab, o'duqishga boshladi. Men yana uningga "Eng yaxshisi, hammamiz o'z yo'limizga mangayli. Sara, muhabbat o'yin emas. U doim qadr qolmaganda arzimas bahonalarning qurboniga aylanadi. Mening bir olvos bilan bil o'tishim mumkin emas" dedim. U yana johillik bilan "Siz mumkin emas dedingizmi? Siz haqiqiy mumkinsizlikning nimaligini tushunamsiz. Inson uchun til bilan tasvirlab bergil bo'lmaydigan seg'inish." U shundoq deb yana o'z gapini yo'rg'iltib. Ammo mening xiyolimga kirib bo'lsa, uning sinoqlarida lig'irlab turgan yosh damchisi va yoki titrayotgan lavlardan to'kilgan ta'sirlik muhabbat lirikasi emas, boya o'zini malika deb atag'ini edi. Men uningga hayronlik nazarda qarab, "Sen boya o'zingni malika dedingmi?" dedim.
u mening tuyuqsiz boshqa gap qilganimni ko'rib, ko'zlaridagi yoshlarni yengili surtib, Ha, men Malika, tun malikasi bo'laman. dedi. Men uning bu cho'lti gapidan hech narsani tushunamay. Men sening bu cho'lti gaplaringdan hech nimani tushunamadim. U asta o'rnidan turib, karvatda o'ltirgandan keyin ko'zlarini yiroqqa tikkanicha so'z boshladi. Vahimlik asar Tun malikasi. Abduri Obulqosim Charchan. 8-qissa. U shundoq deb nurliq ko'zlarini bir nuqtaga tikkanicha so'zini boshladi. Uning deyishicha, u asli Tun xalqidan bo'lib, uning otasi Tun xalqining shohi ekan. Shunga kishilar uni yat iqlimiga tangdishi yo'q go'zal malika deyishadi ekan. Ular ilgari mana mush zamonda yashaydigan toq. Ammo keyin bu yerga insonlarning qadami yetib, ularning xotirjamligi buzilibdi. Shunlashqa ularning qavmi insonlar bilan ozorlashib qolmaslik uchun bu zamondan ko'chishga majbur bo'libdi. Ammo ajdodlarining qabristonligi dal mush yerda bo'lg'ashqa, har yili ularni yo'qlab turishiga to'g'ri keladi. Ularning yangi makoni qumliqning ichkarisida bo'lib, cho'l jazira ekan. Ular bo'lsa bizdan burun bu joyni makon qilgan ekan. İnsanlar bo'lsa ularni sig'dirmaydi ekan. Hatto ikki taraf o'zaro qirg'inchilik qilishidi ekan. Tun xalqining bo'lsa bir alohidaligi bor bo'lib, ularning kishilari yaxshi oziqlanmasa, tezda bo'yi pakarlashib, qerib ketadi ekan. Yoki badallari g'alati shaklga kirib qoladi. Agar yana issiq qonga erishamasa, tini to'pidak tuzib, tuproqqa aylanib ketadi. Navoda ular shundoq bo'lib qolsa, tuproqqa aylanishdan burun ularni faqat tirik jonliqning issiq qinili asliga keltiradi ekan. Ham davomli shundoq qilganda ular yashiratdi. Ham uzun umr ko'radi. Bu qizning bo'lsa bir aksi, yana bir inisi bor bo'lib, aksi uningga baxtlik kuyinadi ekan. U butun dunyodagi baxtni uningdek bir singlis uchun barpo qiladigan savdoyi bir er ekan. Inisi bo'lsa sal aqli kamtik bo'lsa-mu, lekin ular bir-biridan qat'iy ayrilmaydi ekan. Ular o'rda ichida bo'g'ashqa, har holda qo'rsiq to'q, kiyimlari butun bo'ladi ekan. Kunlar shu tariqada o'tib, bara-bara hayvonlarning nasli qurib, qabilaga ocharchilikdan iborat zo'r baloy-ofat yig'ibdi. Ko'chalarni bo'lsa, kichik bolalarning yig'izlari qaplab, qisqagina necha ichida puhrolar o'lgini o'lib, tangdan to'lisi tuproqqa aylanib ketibdi. Bara-bara hammishlar o'rdadagi yuqori imtiyozli kishilarga qag'ashqa, o'rdaga, hatto uningdek malikaga o'xshamay qoldi. Bu ahvoldan xabar topgan boshqa qabildagilar tuyuqsiz bostirib kelib, qabilni qirg'in qilishga boshlabdi. Ularning odamlari kuchli dushman tarafidan qisqagina vaqt ichida jasadga aylanib ketibdi. Bu ahvolni ko'rgan shoh ularning qarshilik qilganiga qaramay, ularni yiroqlarga ketishga qochirib yetibdi. Ular bo'lsa bunday ojiz ahvolda sehri karomatmi o'z kuchini ko'rsatmaydigan bo'g'ashqa, yo'lni piyoda minishga majbur bo'libdi. Ammo yo'l yiroq, safar mushkul bo'g'ashqa, kunduzi aramayli kechida yo'l yuribdi. Chunki ular kechida kunduzga qaraganda yaxshi ko'ra oladi ekan. Shunlashqa ularning Tun xalqi degan nomi bor ekan. Safar jarayonida ular hosirabdi hamda qiyirishga boshlabdi. Shu chaqda hayotlikning davomlashishiga sababchi bo'layotgani dal ularning akisining muhabbati edi. Bu xil tuyg'u bakmi azobli bo'lib, ularning badallari xuddi qurg'oqchilikdan chanqigan sig'iz tuproqdek yerilishga boshlabdi. Ular badallarining siqrab og'rishlaridan ingraydi. Shidiqsiz bearamchilik ularni qiynaydi. Agar yana 2 kun qon ichamasa, ularmi tuproqqa aylanib ketadi ekan. Qaysi daqiqalarda jon taslim qildiganligini noma'lum. Shu paytda ularni mushkunga qo'ygan insonlarga bo'lgan nafratlari qo'zg'alibdi. U malika, aksi va inisi ham shoh otasini o'ylasa, yuragi til bilan ifodalab belgilab bo'lmaydigan ochiq his qiladi ekan. Ular shundoq ming bir mushaqqat bilan jon halqumga yetganda ajdodlarini dafn qilgan qabristonlikqa yetib keldi. Hamda bu yerdan yangi dafn qilgan bir o'likni qavrdan so'rab chiqib, oshko'zlik bilan yeyishga boshlabdi. Ular insonlarning go'shtining naqadar taltiq bo'lganligini tunji qatim his qilgan ekan. Shunlashqa ular xuddi qayta bir hayotga erishgandek mamnun bo'ldi. Ammo bu jasad bo'lsa, ularning vaqtli qo'rsiqini to'yg'izgan bilan qiyirib mushchib qolgan zaif tinini asliga keltirolmaydi ekan. Shunga ular bir tirik jonliq uchrab qolsa, ajab emas deb
mahallaning atrofini timsiqlab ketayotganida etizda yolg'iz ishlayotgan bir odamni ko'rib qopti. Dastlabda tirik odamlarga ziyon yetkazishga ko'ngli unamay dilg'ul bo'pti. Ammo ularni mushkunga qo'ygan dal mushu odamlar bo'g'ishqa hamda ular bu holatda o'lab yemmagashga birdilla o'shmanligi qo'zg'alib, uningga asta yiqilishibdi. U Malikaning hozirgi turqi bo'lsa, bayni bir mo'mayga o'xshab qolg'ashqa, yerdan bir tayoqni ilib tayanganicha uning yeniga berib, o'zining mushu atrofdagi jangalda mol boqadigan molchi ekanligini, melning yutib ketib mol izlayotganligini, mol izlayotgani 2 kun bo'lganligini, o'ziga ozroq suv berishni o'tinibdi. O odam bo'lsa bu Malikaning qo'l bilan to'qilgan hamda yoqutdan zinatlangan kiyimlarga sapsilib qarab, sal hayron bo'lgan bo'lsa-mu, yendiki choy qutisini ichib, uni sunmoqchi bo'lib turgan shu paytda uninga etilibla bo'ynini qattiq tishlabdi. O odam bak kuchlik ham uning badani hozir bakli ojizlab ketgachga, o odam Malikani ittirib etib qichishga boshlabdi. Ammo uning bo'ynidan chiqqan qonlar kiyimlardan sirg'ab yerga tushayotdi. Malikini bo'lsa issiqqanning tapdi uni o'ziga tortib, texima asabiylashib, uning keynidan yuguribdi. Dal shu paytda aksi o'chib orasidan etilib chiqib, uni yiqitibdi. Ondan uningga uchaylan tangli yepishib, qornini yerib, ichki a'zolarini oshko'zlik bilan yeyishga boshlabdi. Ammo xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu, o odam to'xtamay tipirlabdi. Qarsa hozir uning og'zi ochilib qolgan bo'lib, tili so'zilib chiqib, to'piga milinib turadi. Bu chaqda aksi uning qorniga qo'lini kuchab tiqib, bir narsani yulib elib, uni sunibdi. Qarsa u qon ichida so'qayotgan bir yurak bo'lib, ilhammo aksining qo'lida ojiz so'qib turadi. O aksining qo'lidan o yurakni elib yevitibdi. Bu chaqda o odamning tenimi harakatdan to'xtab qolgan bo'lib, o Malikaning deyishicha, uning hayotida eng lazzatli bo'lgan bir qitimliq ozuqlanishi edi. Ular uning yeb ishib qolgan tenini o'chiblar orasiga yoshirib qo'yibdi. Shu topda ularning chiroyi to'nuqsiz, usti beshi qon yo'q bo'lsa-mu, yerilgan tallari xuddi bahor yomg'irdan namdalgan tuproqdek asliga kelishga boshlabdi. Buning bilan u aslidagi go'zal Malika holatiga qaytibdi. O odamning ishib qolgan tenini bo'lsa, atsi ular uchi g'ajilab, bir deva o'tun devasiga aylantirib qo'yibdi. Ondan ular bu dehqonchilik maydonini ko'zitibdi. Chunki bu yer ham chat, ham ularni xeyli uzun yoshirib qolalaydi. Gerçi ular dastlabda xeyli qarshilik qilgan bo'lsa-mu, oxirida yanala ularning mazlik tamoqlariga aylanibdi. Ammo bu dehqonchilik maydonida 4 odamlar bor bo'lib, bir mazgil o'tgandan keyin yana ular issiq qonga ehtiyojli bo'libdi. Ham pat-pat mahalla atrofini timsiqlab yuribdi. Agar ular yana o'ylanmasa, mahallaga kirishga majbur bo'ladi ekan. Shundaq chaqda bir kechasi qabristonlikqa 2 odam paydo bo'libdi. Ulardan birini qochirib qo'yibdi. Ammo ularning mahallaga yanada kirib beqish niyati bo'lg'achqa fursat kutibdi. Ammo dana ko'rik sepog'icha sarang ko'rikdan o'tib bo'pti degandek, atisi o'ylamagan yerdan inisi mahallaga kirib, heliqa bovayni talab o'ldiribdi. Shunga o mo'may qiyofati bilan atisi bir o'lim uzlayotgan hoyliga akisi bilan kiribdi. Uning deyishicha, o bu yerda meni ko'rib, vujudini o'zimni tasvirlab beramaydigan bir sezim chirmabdi. Ammo o bu chaqda uning muhabbat ekanligini bilmaydi ekan. Ham bilsa-mu, insonlarga bo'lgan nafrati tufayli tan og'iz kelmaydi ekan. Shu kuni qarsa, ular jasadni boshqa yerga qo'ymoqchi bo'pti. Ammo uning bo'lsa, bu luq go'shni qo'ldan chiqarib o'tkisi kelmay, ularga yordamlashgan qiyofatda bo'lib, shu kechasi o jasadni qabrdan ep chiqib yeyibdi. Uning deyishicha, shu kuni men qabristonlikqa suv qo'yib cho'ngish teribdiman. Arvohlar meni o'ldirmoqchi bo'pti. Ammo ularni to'sib qo'yibdi. O oxirda qolgan ishlarni demisam bilasiz deb qo'shib qo'ydi. Ondan yerga qarab so'zini to'xtatdi. Hamda beshini tovansilab turishlardan qilmishlariga pushaymon qilayotgani bilinib turadi. Men uning bu kechirmishlarini anglab, garchi uning ichim og'rirsimi, ammo ularning yovuzligini o'ylab, tinam shirkinib, badanimni qartara bosdi. O mening gap qilmay turganimdan beshini ko'tarib, inisini esiga olgandek bo'lib, "Voy, esim qursin. Sizni eshitmayapman-ku", dedi
va meni bog'liqdan bo'shatib turishiga ustidan bir kimlarning aloqsizlik bilan vaqirashgan va bir narsalarning to'pirlab o'rilgan sungan ovoz yiroqdan anglandi. Sara bu ovozdan cho'chib, Chataq bo'ldi. Akam ularga ziyonkashlik qilgan o'xshaydi. deb yugurgan peti chiqib ketdi. Menmu tuyuqsiz anglangan bu ovozdan dadam va olimdan asrab tipirlashga boshladim. Elim yaxshi Sara arg'amchining uchini yeshiyotgan bo'g'ishqa tirkishib yurib bog'liqdan bo'shinib ustiga qarab yugurdim. Bu chaqda bir odam darvoza tarafga qutqizish talab qilib vaqirab to'layotgan bo'lib, u dadamning ovozi edi. Men darhol yendik eshikdan darvoza tarafga yugurdim. Qarsam dadam to'xtamay darvozaga urib, xuddi kayindan it qo'g'layotgandek aloqsadi bo'lib vaqiraydi. Ammo uning qishida olim ko'rinmaydi. Men uning yeniga berib, o'lik ovozda, "Dada, nima ish bo'ldi?" dedim. Dadam dastlabda meni ko'rib, qo'llari bilan yuzlarini to'sib, "Meni yiqi kaba. Meni yiqi kaba." deb tugilib qoldi. Keyin u mening qayta-qayta chaqirishim bilan sal esiga kelgandek bo'lib, "O'bol, bolam, bu senmi? Ha?" deb menga o'zini etib yig'lab ketdi. Men uningdan, "Dada, olimchu, olim qani?" deb so'radim. Dadam, "Olim, u o'lib ketdi." deb yana yig'lashga boshladi. Men bu gapni anglab, mushtumim ochiqdan tugilib, ko'zlarimdan g'azab ushqunlari chaqnab, ular turayotgan uyga qarab menishga boshladim. Bu chaqda dadam yalurab, "Bo'ldi bolam, bama, ular olvoslar ekan. Biz bu olvoslar bilan kuch elishamoqda emas. Bunchalik qudratimiz yo'q. Biz bir amal qilib bu yerdan qochib ketaylik," dedi. Mening dadamning bu gapidan qattiq ochiqim kelib, "Dada, nima deyapsan? U mening do'stim. U biyaga meni deb kelgan. Garchi bizning u olvoslar bilan kuch elishqidek qudratimiz bo'lmasa-mu, mening do'stim uchun jandan kechalaydigan jasoratim bor. Bundaq razillikka sukut qilib turolmaydigan erkak qiz g'ururim bor." Dabla u tarafga yugurdim. Dadam bo'lsa ismimni chaqirganicha turib qoldi. Men yugurgan peti ular turayotgan uyga kirdim. Qarsam uy jazlarining o'rilgini o'rilib, sungan edi. Qarmoqqa ikki tarafning qattiq tirkashganligi chiqib turardi. Yer yuzi qip-qizil qon yo'qi bo'lib, qon izi dalhiliqi yer osti uy tarafga suzilgan edi. Men darhol u tarafga yugurdim. Ham ishkirki uyda bir narsaga putlashib yiqildim. Putumga o'rilishidan u odamlikmi qiladi. Buningdan yurgim tez-tez so'qib ketdi. Bu uy sal qorong'i bo'g'ashqa sinchilab qarsam, u boshqa bir bo'lmasdan dal Sara bo'lib, uning yerilgan beshidan ham qiynoq, ham qizil, ham quyuq tutak o'rlab, havoga singib ketyotdi. Farzimcha bu uning qini edi. Uning yarisi ig'ir bo'lsa kerak. U ho'siz edi. Men uchun bu qiz ancha muhim bo'lmag'achqa, uning bilan karim bo'lmay, yer osti uyga qarab yugurdim. Hamda u yerga kiribla vaqirab tashladim. Chunki u ablah olimning beshini qing'roq bilan chepishib tayyorlanayotgan bo'lib, olim bo'lsa butun badanidan qon tomchigan holda ojiz ingraydi. U ablah mening kekirdikimni qo'rib, qo'lini asta tushirgandan keyin surlik ohangda, "Ha, yaxshi kelsan. Ikkingni bugun bir xil yo'l solay. Asli hamma ishlar nihoyatda o'ngishli bo'ladi. Ammo sen singlimni ozdirib, uni menga qarshi chiqishga kuch ko'rding," dedi. Qarmoqqa u singlisining menga qilgan hamma gaplarni anglagandek qiladi. Hamda ular o'tirsida talash-tortishlar bo'lgandek qiladi. U shundoq deb olimni xuddi jonsiz qo'nchoqni cho'rgandek cho'rib etibla, uy ichidan bir sovuq shamol chiqqandek bo'ldi. Men uy ichiga bir qarab etib, uningga qaytib qarasam, uning bo'yi birdamdil 20 metrdek o'sib qoldi. Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi 9-qism. Ko'nla yılan bilan elissang yetarlik zaharang bo'lsin deb to'g'ri aytgan. Shunga ishlar endi takallub qilish emas, galni qirib tikirdigan, o'lim ko'rim ayrildigan yerga yetdi.
man atrofdan qo'limga chiqqidek bir narsa izlayotganda bu uyga uning daldush ukisi kirib keldi va menga mundaqli qarab qo'yib bir narsalarni purg'inicha itdak timsiqlab olimning yiniga qarab mangdi. Ammo u qandoqli qarasam faqat qo'rsaq to'ysla bu ishlarga aralashmaydigandek qiladi. Lekin men ham bu ablahga taqobil turishim, ham bir yandan olimni qo'g'dimsam bo'lmaydi. Shunga oxirgi tinqim qag'ucha bu qonxo'r alvasi bilan jon tikib ilish uchun garchi kuch jihatda uning raqibi bo'lolmasam-mu, qani kela kimni yo'lga soldiganligini sana bir ko'rsatib qo'yay deganimcha unga aytildim. Ammo ikkimizning orliqi 1 metrda qolganda xuddi g'oyat zo'r bir sharchi etilgandek kuchlik havo besimi meni kaynimdagi uy jihozlari orasiga uchiribdi. Uning har qitimliq hujumi nihoyat kuchli bo'lib, mening harakatim salla osti bo'lib qolsa, meni so'qib yiroqlarga uchirib yetdi. Men yana o'rnimdan turib, oldimdagi sungan bir ustalning qayrilib turgan putini ajirtib, uningga etildim. Ko'nglimda uni azroq bo'lsa yaralandirmoqchi edim. Ammo u bu qitim beshiga tegayli deb qolganda, qayoqni kapli qilib tutaylab, bir cho'rvidi kaltak bilan qo'shilib, olimning yeniga yiqildi. Bu qitim men xeyli qattiq tushdim. Butun badanim siqirab, o'rnimdan turolmay qoldim. Qarsam, uning hiliqi daldush ukisi olimning usti beshidagi qonlarni oshko'zlik bilan yalayotdi. O sarangning olimni tishlab qo'yishidan ansirab, "Shek kuching yetmasa, ur to'qimni" degandek, qo'limdagi kaltak bilan o daldushning udilchaga diyariga urishga boshladim. Chunki akisini uranmagandan keyin dadimni azroq bo'lsa-mu, mushnozdan olmoqchi edim. Bu chaqda hiliqi ablah qattiq g'azablangan bo'lsa kerak. Men tarafga xuddi orangotandek ho'kirab keldi. Menmi fursatni ching tutib, o daldushning beshining qoq o'tirsiga kuchab bir urishim bilan uning beshidan sapsiriq is po'qrab chiqib, o'ngsiga yiqildi. Dal shu chaqda nihoyat kuchli bir qo'l meni bir kutda qamallab yerga yiqitgandan keyin bo'ynimni kuchab siqishga boshladi. Men xeyli tirkishgan bo'lsam-mu, ammo harakatim kichik boladek uning hech bir kor qilmayotdi. Bara-bara mening put qo'ldirim bargancha bo'shab, beshim piqirab, ko'z oldim qorong'ulashishga boshladi. Dal shu chaqda qasidi qilgan ovoz bilan uning gilamni siqib turgan qo'llari bo'shab, yonga yiqildi. Men beshimni tasti ko'tarib qarsam, uning beshiga oldingi kuni men o'tinxondan buyaga ep kirgan palti qadoqliq bo'lib, sapsiriq ustak paltining sepini bo'ylab o'rliginicha havoga singib ketyotdi. Bu chaqda qo'limga dadamning menga silkishlab turib, "Obo, bolam, ko'zingni och. Men keldim." "Bilamsa, bolam, senda do'stlik uchun jiningni kechiradigan jasorat bo'lsa, menda o'g'lim uchun o'lim bilan mo irisholg'ida qudrat bor. Meni kechir o'g'lim. Seni xato ayblabdiman. O'g'lim, tura." Davotdi. Men garchi ko'zimni ocholmasam-mu, dadamni ansratmaslik uchun nihoyat tasta, "Xotirjam bo'ling, dada. Men o'lib qolmayman" dedim. Xeyli vaqt o'tgandan keyin dadam meni harakat qo'lashmagandek yurishga boshladi. Qarsam, dadam meni qutuldirayotgan bo'lib, uning yana bir tarafida olim menga o'xshash holsiz turadi. Olim oldidagi ikki jasadga qarab, ondan menga qarab so'z kulimsirab qo'ydi. Shuning bilan biz bu yerdan chiqib ketish uchun ustiga qarab mangdik. Ammo qerishqanday darvoza temir zanjir bilan mahkam taqoqliq bo'lib, oshqoch hech yerda ko'rinmaydi. Dadam bularni ko'rib, yana tit bo'lishga boshladi. Bu chaqda men dadamga, "Dada, siz olimni yo'lab turing. Men oshqushning nada ekanligini bilaman. Oshqushni men yeb chiqay" deb qo'yib, yerasti uy tarafga qarab mangdim. Mening menishimga dadamning kaynimdan, "Bolam, ehtiyot qil" degan ovozi anglandi. Men bir japoda yer osti uyga kirib, u ablahning yenini oqtirib, oshqushni amtli elishimga nihoyat kuchli bir qo'l gilimni kappida tutdi. Men bo'lsam bir tarafdan qo'rqib, yana bir tarafdan nafsim qisilib, qiynalib Qarsam, u hiliqi ablah bo'lib, uning beshida hili hamma
bir palta qadaqliq turadi. Bara butun badanim siqirab, ko'z oldim xiralashishga boshladi. Mendan xeyli cho'ng. Bəslik bo'g'ishqa qo'llarimni har qancha so'zsammo, uninga yetamaydi. Shu asnoda tipirlayotgan putumga bir narsa urildi. Ko'zimning quyrug'ida qarsam, o narsa o ablaqning beshiga qadalgan paltining sepi bo'lib, men oxirgi kuchimni yig'ib, paltining sepiga kuchab tepishim bilan o ablaq vorqirganicha yerga yiqildi. Men bu tast kelgan fursatdan foydalanib, o'rnimdan turib oldim. Qarsam, hozir palta uning beshidan ajrab, sal yiroqda turadi. Men paltini elib, egiz ko'tarib, uning beshini nishonlab, orqa-orqadan chepishga boshladim. Mening har chepishimda qo'lig'imga shaloq-shuluq ovozlardan belak, sumaklarning sung'andiki qaraslashgan ovozlari anglanadi. Bir chaqda herib holim qolmay, tamg'a yo'linib to'xtab qoldim. Asrab turib, qarsam, o ablaqning mengisi xuddi pomidor qiyami silingan guruch ishidak is o'rlab chechilib turadi. Men amdilla mangay deb turishimga eshik tubida bir qo'lida beshini tutib turgan birsi paydo bo'ldi. Qarsam, o sara bo'lib, xuddi bo'layotgan ishlarga ishingis kelmagandek hayronlik nazarda birda menga, birda o ikki qarindishining jasadiga qarab qaytib qolgan bo'lib, o shundoq birdam turgandan keyin ovozini qo'yitib, aka deb akisining jasadiga tashlanib, o'nsilib yig'lab ketdi. Men garchi uning bu holiga ish og'irsam-mu, lekin bu ishlarni ular o'zlari keltirib chiqargan. Shunlashqa o'zimni bak ayblab ketmadim. Ammo tanglik qilib, ko'nlarning ya osmonga chiqib ketamay, ya yerga kirib ketamay deganlarini boshdan kechirib o'tdim. Men xeyli uzoq turgandan keyin bundaq turaverishga taqatim qolmay, asta chiqib ketmoqchi bo'ldim. Ammo amdilib putumni yo'tkishimga uni yig'i aralash, to'xta degan ovozi anglandi. Qarsam, o aksining aslidagi rangi o'chib, tamdek tatirgan jasadini quchoqlaganicha menga chachib qarab turadi. Men uning nima qilmoqchiligini bilmay, sal qo'rqib qoldim. Chunki o garchi ig'izda meni yaxshi ko'raman desimi, uning tabiati va razilligi menga boshqalik ayon edi. Men uningga Sara, meni kechiring. Asli men bundaq bo'lishini xohlamayman, deb beshimni to'van silib turdim. O asta o'rnidan turib, menga yiqildab keldi. Uning hozirgi turqi meni sal qo'rqitib qo'ygan edi. O yana yig'lamsirab, bular ish bo'ldi. Bu ishlarni sizdimi ko'rmayman. İnsan hamisha o'zi qilishni xohlamaydigan ishlarni qilishga majbur bo'lib qoladi. Ammo menimi o'ylab qo'ying. Men yegona qoldim. Agar yurakni yerib ko'rsatishga amal bo'lsa edi, meni tushunib qoladingiz. Degach, qo'llarimga esildi. Qarsam uning ko'zlaridan yosh emas, qon sirg'ib tushyotdi. Ammo bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Shunga uningga kaskin qilib, "Bo'ldi Sara, sizlar nurg'un odamdan sizning yegani qolganligingizni, hatto bugun men sababli birdan-bir qarindishingizdan ayrilganingizni bilaman. Shunga azobingizni tushunaman. Sizga ichim og'riydi. Ammo ish og'ritish muhabbat emas. O'ylab beqing. Biz insonlar alvasti arvohlarga tubdan o'xshamaymiz. Agar men sizga o'ylansam, kishilarga ayolim bir alvasti. O nurg'un insonlarning qinini ishgan. O hozirma qon ishimsa qirib ketadi deb tunishtiramdim. Keyin bola chaqaliq bo'lsak, bolalarimiz sizni tartib qolsa, insoniyat uchun bir ofat bo'lmamda. Shunga meni kechiring Sara. Men shundaq deganimcha qo'lini ittirib etib, keynimga qaramay ustiga chiqib ketdim. Sirqqa chiqsam, dadam olimni yo'liginicha men tarafga aloqsizlik bilan qarab turgan edi. Shunda qilib, biz bu nasbasgan joydan qaytib chiqdik. Men ko'nglimda necha vaqtdan beri mahalladagilarni sarosimiga silib kelgan bu ishlarni tugidi deb o'ylagan edim. Biz chiqqan vaqt kashquru vaqti bo'lg'ashqa mahalladagilar alaburun ishlarini ching taqab bo'lgan edi. Biz avval olimni uyga olib qo'ydik. Ondan dadam bilan uyga yenib keldik. Ondan dadam ikimiz qo'rsaqni astalgandan keyin odatim bo'yicha o'zimning yotoq uyga kirdim. Hamda put qo'limni uzun sunib, hech nimani o'ylamay, rohatlanib,
erkin nafas olganimcha o'zimni tashlab yotdim. Shu asnoda o'zimni sezmay ko'zim uyquga ilinib qopdi. Bir chaqda bir qizning quloq tuvimdila öksüp yig'layotgan ovozi anglandi. Cho'chib o'rnimdan turib ketdim. Hamda ovozning nadan chiqayotganligiga diqqat qildim. Hozir tun kecha bo'lib, atrof timtas. O't cho'plar orasiga yushirgan sonsiz chekitkilar to'xtamay chirillaydi. Men o'zimni tush ko'rgandimanmi deganlarni o'ylab, mujmal xiyollar bilan asta joyimga kelib yetdim. Ammo uzoq o'tmay bu ovoz yana anglandi. Men bu qitim ko'zimni ochmay uxlagan bo'lib, ovozning nadan chiqayotganligiga sansilib, qo'rqib, birdilla g'alg'al titrab ketdim. Chunki bu ovoz bu qitim dal karvatimning beshidan chiqayotdi. Hurmatli anglarmanlar, vahimlik ovozli hikoya Tun malikasining eng oxirgi qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anlag'ininglarga rahmat. Har joy vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Texmi nodir bo'lgan muhabbatlik, vahimlik, po'sit, roman, ovozli asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz,